Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanida yashovchi fuqaro o'z uyida 55 ming tub ko'knora va 40 dan ortiq nasha o'simligi o'stirayotgani aniqlandi. Bu haqida viloyat Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabar berdi. Qoradori 2025 tezkor tadbiri doirasida Dang'ara tumanida yashovchi fuqaroning xonadoni ko'zdan kechirilgan va tomorqasida 55 ming ko'knora va 40 dan ortiq nasha o'simligini parvarish qilayotgani aniqlangan. Ayni shu fuqaroning molxonasida esa 600 grammdan ortiq quritilgan nasha giyohvandlik vositasi saqlanayotgani aniqlangan. Qolaversa, viloyatdagi yana bir holatda Farg'ona shahrining Tashabbus mahallasida yashovchi 1992-yilda tug'ilgan fuqaro o'z xonadonida 10 kilogramm 960 gramm opiy giyohvandlik vositasini hamda 10 gramm gashish giyohvandlik moddasini sotish maqsadida saqlayotgani aniqlangan.